Tatar tarihinin, Tatar içtimai hareketinin, Tatar fikrinin negiz vakıflarının teşkilinde aytek buna bu hatirelerini biz unutmakta, yoğaltmakta, tabırga, faydalanırga, eğlenişte kestirge, yaşatırga tezmiş. Şundadına bizim halık bulup yaşıyorlar. Şundadına bizim medeniyetli halık bulup kitaba. Bilgili bulgancha Halimjon Baruniy Buxorodan qaytgach, tüp maqsad etib ilm taratishga intilgan ham o'sha bolalarni, sobiq bolalarni yangi ravishda tezroq o'rgansinlar uchun o'rgata boshlaydi. Ham o'shaning uchun u Savodxon ismli kitob yozgan. Unda alifbani yangi usulda o'rganuv ravishini o'rgatadi. Unda bir ko'p bolalar uchun diniy ma'lumotlar kiritadi. Boshqa bola kishi harfini o'rganadi. Anları joylabgina dinga muhabbat, Alloh kim, Robbim kim, ham shunda dinga xohlashga chekaylar, ham so'rov-javoblar ravishida, turli ravishda bolaga shu harfgina tugul diniy ma'lumotlarni beruvchi kitob bo'ladi. U har bir bosmalarning mana so'nggi 13-yillarda, so'nggi yillarda bosilgan kitoblarida azrak o'zgartirib, birinchi bosilgan kitobi tili og'ir bo'lsa, ikkinchisinde o'zgartirga tirishadi, tilini yengillaytirga tirishadi, qo'y bir og'ir masalalarni olib tashlay, olib u kitobga kiritmay, kitobni g'oliblashtirishga tirishadi. U ko'rsatda Halimjon Baruniy har vaqt o'zining kitoblarini qarab turgan, ham tuzatib turgan. U o'zining kitoblarini yong'in so'rov-javob ravishida tayyorlashtiradi. Shu avval Nazafat, Badul Mag'arib, Husnul Ibodat kitoblarini so'rov-javob ravishida bostirib, kitobning boshida yozadi, kishilarga imtihon berishga yengil bo'lsin uchun, madrasada imtihon olishga yengil bo'lsin uchun so'rov-javob ravishida yozdim deb aytadi. Degan u o'zining pedagog bo'lib ko'rsatadi, ham Muhammadiya madrasasida o'qitgach, ularga darslik yasaganda shu ayyorlarni davom qo'llanadi. Birinchi maqsad endi bu ataqli ma'rifatchilarni bizning keng jamoatchilikka tanituv, ularning ishonchligini tang bir martaba esga olib, ham ularga bizning yoqdan endi bo'lsa-da rahmat izinden ularning ishonchligini esga olib, rahmat izinden uyushtirilgan chora endi bu. Ikkinchi yoqdan ham bu bikta muhim deb sanalgan yo'nalish bizning bo'lakda bu Tatar ma'rifatchilarning tarixini o'rganib, ularni bugungi kun kishilarga, bugungi kun g'olimlarga, bugungi kun imomlarga ham kengroq olsaqda bugungi Tatar jamiyatine o'rnak bo'larak ko'rsatuv. Bizning tarixda eskitkish shaxslar bor. Ular bik og'ir zamonlarda bir nindi Tatarning ministrliklarida, davlatchilikda bo'lmagan, ranolarida bo'lmagan sharada o'z maktab sistemasini tuzganlar, darsliklar chiqarganlar, shogirdlarni o'qitganlar ham Tatar millatin Rossiya xalqlari, boshqa xalqlar darajasida tugul, hatto Yevropa xalqlari darajasida ma'rifiyatdan ko'tara olganlar. Mana shu tarixni o'rganib, biz bugungi millatdoshlar bizlarga o'rnak ko'rsatmoqchi bo'lamiz. Qarag'iz, bizning endi shaxslarimiz bo'lgan, ular nechik ishlaganlar, nega bugungi vaziyatda biz shunday ishlarni ishlay olmaymiz? Nechun ishlay olmaymiz ekan? Qizg'anishga qarshi buning sabablari bik ko'p. Birinchisi endi qizg'anishga qarshi bizning xalq bugungi kunda bik tarqal. Agarda biz 19-asr bilan solishtirsak, onda Tatar millati mahalla bilan yashagan, shuluk avulni alsak, shaharda da mahalla bilan yashagan, endi jamiyatlar bilan birlashib yashagan, masjid tirasida birlashgan. Hozir bizda onda yo'q degan darajada. Hozir bizda o'z fikrlarimiz bilan, o'z ishlarimiz bilan mashg'ul. Birinchidan shunday birdamlik yo'q bizda. Ikkinchidan mana aytganimcha endi u vaqtda fan bilan din orasida bugungi kibik shunday nendir shiqir, nendir ayirmalik, nendir qarshilik bo'lmagan. Chunki qarasak, bizning Tatar tarixchilarining ko'pisi ular shuluk vaqtda imomlar bo'lgan, shuluk Barudiyni olag'iz, shuluk Shihab Marjaniyni olag'iz, ham boshqalarni
Алар халыкны төрле яктан тәрбияләгәннәр. Ислам ягыннан да, дин ягыннан да һәм фән ягыннан да, мәгъриф ягыннан да. Бүгенге көндә кызганычка каршы безнең галимнәр үз дөньясы белән яши, имамнар үз дөньясы белән яши, алар төрле телдә сөйләшәләр. Ул бер татар теле булса да, һәм ул башка төрле телләр, алар кайвакытта бер-берсен аңламыйлар. Менә шушы берлекне, берләшүне барлыкка китерү өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге заманда? Барудилар кебек кешеләрнең булуы кирәкме? Әлбәттә, андый шәхесләр кирәк, һәм минемчә андый шәхесләр бардыр. Аларга бар тик ярдәм күрсәтергә кирәк. Бүген иң төп роль безнең, мәсәлән, галимнәрнең, имамнарның безнең бүгенге халыкны тәрбияләү. Аларга, әгәр дә син мөселман икән, синең төп вазифаң үз милләттәшләреңә, үз дин кардәшләреңә булышу. Әгәр дә синең ниндидер буш акчаң бар икән, син аны коттеджлар, машиналар һәм башкаларга түгел, шул ук мәхәллә кешеләренә мәчет салу, мәдрәсә салу, китаплар чыгаруга булуның саваплы эш икәнен аңлатырга кирәк. Әгәр дә безнең бай кешеләр, хәлле кешеләр шуны аңласалар, алар үз мәнфәгатьләренә кайгыртып түгел, безнең милләттәшләребезне дә, мәгъриф системасына да, фәнгә дә булышым дип торсалар, менә шуннан әкрен генә, кечкенә адымнар белән без бу ситуацияны үзгәртә алырбыз дип ышанам.